Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, bizni o'zi yaqindan kuzatib turuvchi aka-ukalar. Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizga kelib oldik. Tomga penolomboz quyish xizmati, quyish jarayonlarini, bir qator pena haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Rahmat barchaga. Yukimiz ham yetib keldi mana do'stlar. Ishni boshlash jarayonidamiz. Mana hozir tom qismini ko'zdan kechirdik. Vassalilar o'rtacha holatda qoqilgan. Har bitta obyektga borsak ham birinchi o'rinda vassali shilipkalar ko'zdan kechirib olamiz. Agar yaxshi holatda qoqilgan bo'lsa, ushbu ko'rib turganlaring materialni bir boshdan steplelab iloji boricha oqmaydigan qilib tashlab olamiz. Shuning ustidan keyin penalombozimizni quyib boraveramiz. Xo'p, bu penalombozni asosan loy suvoqlarni o'rniga quyamiz. Yoki bo'lmasa yuqa bosilib qolgan, yorilib ketgan loy suvoqlarni ustiga ham quyib beraveramiz. Effekti 100% darajada bilinadi, izolyatsiyani ushaveradi. Shuning uchun kerakli joylarga dimoxodlarni ham qo'yib boramiz. Shu vassali to'sinlarimizni chiritib yubormasligini oldini olish uchun, havo aylanib turish uchun dimoxodlarni qo'yib boramiz. Hozir mana bolalar ham gipslarni olishib oldi, tomga penani zakatobga qilish jarayonidamiz. Mana shu pena generator bo'ladi, shu apparatimizdan penasi chiqadi. Do'stlar, bu penalombozni tarkibida haqida qisqaroq ma'lumot berib o'tamiz. Gips bo'ladi, sement bo'ladi, ko'rib turganlaringiz ushbu penasi qo'shiladi. Shularning aralashmasi shuni suyuq holatda quyib borilaveradi. Bu mahsulotimiz quyganimizdan so'ng uzag'i 10 minut ichida qatiydi, ustida bemalol yursiz bo'laveradi, oyog'ingiz chiqmaydi. 2 tonnali suv bachuylarni ham qo'yaverasiz. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga 1,5 oy, 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Bir xil joylarda tomlarimiz bir tomonlama past bo'ladi. To'sinlar tashlab vassani qoqib berishadi. Mana hozir ham yezib ko'rsatib beramiz. Ko'rib turibsizlar, mana oyog'ingiz chiqqani yo'q, yorilgani yo'q. Qanday holatda quygan bo'lsak, shunday holatda turibdi. Aytib o'tganimizdek, o'sha past tomlarga ham to'sin tashlab vassalilarni qoqib berishsa, ustidan shuni quyib beramizda, ertasidan ustalari kelib, tom ustalari bemalol ustida yurib, tomni yopishaveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam qilib qo'yib beramiz. Keyin shu nomerlarimizda imo, Telegram, WhatsApplar ochib qo'yganmiz. Chet elda ishlab turgan akalarimiz ham bemalol bizga internet orqali ham murojaat qilaverasizlar. Zakaz bersalaring borib chiroyli qilib qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun barchaga rahmat.